Jaydari bola kanali uchun maxsus video bo'lyapti. Pena lombos yangiligi qadrdonlar ko'ryapsizlar akalarimiz. Endi hashar qilish kerak yo'q. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Yorilmaydi, sichqon kalamish qotili bo'ladi. Ko'ryapsizlar, juda ham zo'r bo'lar ekan, ideal. Yorilmas ekan, sifatli bo'ladi. To'singa ham nagruzka tushmas ekan, loydan ancha yengil bo'lar ekan. Bu ishni qilish uchun tom qanday holatda bo'lish kerak deganlarga tom zarduvol urilgan bo'lish kerak, qadrdonlar, zarduvol urilgan bo'lish kerak va vassa tashlangan bo'lish kerak. Vassa tashlangandan keyin akalarimiz keladi, mana bunday materiallarni olib keladi. Buni paraizolyatsiya deydi ekan. Havo o'tkazar ekan, to'sinda chirtmas ekan. Mana shu narsani yozishib turib akalarimiz pena betonni quyishib berar ekan. Qalinligi 8 sm gacha bo'lganligi qadrdonlar 1 kvadrati 45 mingdan. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab Toshkent vohalarga 1000 kvadratdan ko'p bo'lsa borilar ekan, qolgan joylarga borilaveradi, vodiy bo'ylab qadrdonlar. Jaydari bola kanali uchun maxsus video bo'lyapti, mana ko'ryapsizlar. Xo'p, 8 sm qalinlikda quyishib beryapti ekan, hozir 45 ming so'mdan materiallari ichida, mana shu materiallar ichida. Sichqon kalamish kirolmas ekan, sababi o'ziga yarasha ximikatlari bor ekan. Sichqon kalamish yura olmas ekan bu yerda. Qurt qulmisqa bo'lmas ekan. Juda ham zo'r. Mana qadrdonlar quyilgan holatda akalarimiz tekis qilib ketishibdi. Bir haftada zakonni quriydi deyishyapti. Bir haftada. Endi uyda egasidan talab qiladigan narsa shu ABT, elektr toki, suv bilan ta'mirlasa bo'ldi. Akalarimiz hamma mahsulotni olib kelib qo'yib berishar ekan, o'sha mahsulotlar o'zlaridan. Xo'p, ikkinchi etaj bo'ladigan bo'lsa, narx qo'shilib qolar ekan, kelishilgan holda bo'ladi. Jaydari bola kanalini qo'llab-quvvatlab, bitta like bosib qo'yasizlar do'stlar. Sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha bo'lsa ham ma'lumotlar beryapmiz.